106 kilogrammdan 1 yilda 32 kilogramm vazn tashlaganman. Men Shodiyeva Maqsuda 10 yillik tajribaga ega bo'lgan to'g'ri ovqatlanish bo'yicha mutaxassis va fitness trenerman. Bu rasmda men 106 kilogramm edim. Ortiqcha vazn tufayli harakatlanishim qiyin edi, nafas olishlarim qiyin edi, ovqat hazm qilishda muammolar bor edi va natijada sog'lig'imda ham katta muammolar yuzaga keldi. O'sha paytda ozish uchun turli dori-darmonlar, jarrohlik amaliyotlar taklif qilingandi, lekin men to'g'ri ovqatlanish, Herbalife mahsulotlari va sportni birgalikda olib borgan holda tabiiy ozish yo'lini tanladim. 1 yilda 32 kilogramm, hozirgi kunda esa 37 kilogramm ortiqcha vazndan qutuldim. Hozirgi kunda 59 yoshdaman. 10 yildan beri nachani saqlab kelyapman. O'zimdagi bilim va tajribamni insonlarga ulashish uchun Greenfit ayollar fitnessaliga asos soldim. Hozirgi kunda 100 dan ortiq qizlarimizga natija olishga yordam beryapmiz. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin.